Nabiy sallallohu alayhi vasallamning masjidida bitta yigit o'tirib olib ibodat qilardi. Qarang. Rasululloh peshinga kirsa ham shu yigit o'tiribdi. Asrga kirsa ham shu yigit o'tiribdi. Shomga kirsa ham shu yigit o'tiribdi. Xuftonga kirsa ham shu, tahajjudda ham shu. Keyin Rasululloh alayhisalom ajablanib so'radi. Sen biror kasbing bormi? Oilangni boqishlik uchun nima ish qilasan deganda, akam bor. Akam ish qiladi dedi. Shunda Rasululloh alayhisalom akang sendan xayrliroq ekan, sendan yaxshiroq ekan akang dedi. Nega? Chunki akasi namozini o'qiydi va chiqib ketib ishini qiladi. Namozini, ibodatini qiladi, Qur'onini o'qiydi va chiqib ketib ishini qiladi. Ham tijorat qilib oilasini boqyapti, ham ibodatini qilyapti. Akang sendan yaxshiroq, masjiddan chiqmasdan o'tirib olib ibodat qilgandan ko'ra dedi. Qarang. Shuning uchun azizlar aytamizki, bu kasb